Assalomu alaykum Instagram xalqlar do'stligi saroyi. Yaxshi dam oldinglarmi? Yaxshi yotib turdinglarmi? Shirin tushlar ko'rdinglarmi? Nima gaplar? Har doim o'zim gapimga o'zim javob berib kelamanda. Men uchun birov javob bermaydi odamlar. Ko'koshni temasida Ko'kosh menga aytgani yo'q. Birovni yomonlab chiqing yo birovni gapiring yo birortasini gapirib chiqing deb gapirgani yo'q hech qachon. Men o'zim мнение qilib, fikr qilib gapirganman har bitta gapni. Keyin meni o'rnimga Toshkentda o'tirib olib birov javob bermaydi. O'zim gapinglar bo'lsa o'zimga telefon qilinglar, cheres telefon qilmasdan. Star House haqida. Meni kecha bitta dugon o'rtog'imni, vizajist o'rtog'imni dugonasi uy olgani borgan ekan. Star House'dagi сотрудниклari aytibdiki, tipa Jasminga $500 berib chorniy PR qilyapmiz debdi. Odamlar kuyib qolgani uchun men gapirib chiqdim. Jinni ketdi, odamlarga ishonmanglar. Это все обман. Menga hech kim pul berib qo'ygani yo'q. Hech qachon pul bermaydi meni birovni yomonlab chiqish uchun-da. Так что Star House'dan 500 ta 700 ta odam kuyib qolgandi. Kadastri chiqmagan hali ham. Так что uy olishdan oldin million marta o'ylab ko'rib olinglar. Ertaga yig'lab yurmanglar. Ana PR-shiklar chiqib olib PR qilayotganlarga ishonmanglar. Hammasi yolg'on. Star House'da kadastri hali ham chiqqani yo'q. Nabarot meni ugrajat qilib Jasminni gapirmasin, dugonasini tegmaymiz deb shantaj qilishdi meni. Shuncha yillar to'plab uy olaman deb tayyorgarlik ko'rib kuyib qolmanglar degan ma'noda gapirib chiqqanman. Menga birov chorniy PR uchun pul berib qo'ygan $500 dan kuniga beryapmiz, bizni chorniy PR qilyapti debdi. Jasmin shunaqa qilyapti debdi. Qasamxo'rlar. 4 ta aktyor dushab olib, 4 ta artist dushab olib, u yoqqa sudrashib, 4 ta bloger dushab olib, bu yoqqa sudrashib, hech PRdan chiqmadi shu Star House. Lekin ehtiyot bo'linglar. Boshqa odamlarga o'xshab sumalak qilib beramiz deb keyin aldab yuradi. Svetilar yo'q, liftilar yo'q, gazilar yo'q. Yuraslar keyin sumalak yeb, sumalak qilib beramiz deb aldab qo'yadi. Suf qilyapti shekilli sitora menimcha. Mangala ke tumse pyare mangala ke bizda erkaklar rosa o'qitishadi xotinlar. Mangala ke tumse pyare duppadamte tangala. Qilishadi-yu. Kufsuf qilyapti shekilli sitora menimcha. Hamma pullar meniki. Men ash xotindan unga o'xshataman. Nima edi? Rapunzel sochingni tashlab tarab qo'yaman dedi-yu, tarasa yosharib de. Sitora Farmonova shunga o'xshataman men. Ashta qaloqqa kelgan qarang. Хорошо выглядит. Ana yerda mangala ke dupse pyare qiladi shekilli. Rosa o'xshaydi unaqa yolmog'iz xotinlarga o'xshaydi Sitora Farmonova. Men unaqasi Qozog'iston fuqarosi deb yurardim ekan, Buxorolik ekan. No 100% biz ham O'zbekistonda hamma o'qitadi-yu bir-birini, voy. Bilmaganga olmanglar. Meni haligi bitta xotin Kaldunga olib borganda bilasizmi nima degan? Bugun kunim ertalabdan mashaqalarga ishonmayman meni. Ayniqsa Lili Xurramov tummi boradi. Biladi yomon o'qitadi. Ayniqsa meni rasmimni olib borib olib itdan tarqagan harom igolga tiqtirtiradi. Da, biz O'zbekistonda butun O'zbekiston boradi kaldurlarga.